Ey, ajrashaman bo'ldi. Nega? Ustollaring yaxshi emas ekan. Remont qilib laklasam ham yaxshi bo'lmadi. O'zim ahmoqman. Kimdir shu stolni remont qil deganmidi. O'zimga o'zim ish orttirib shu stolni remont qilib tozalashni boshladim. Bundan oldingi remont videom kommentariyasida ko'plab ayollar bu ish ayollar ishimi, zararmi, sizga kerakmi, boshqa ishingiz yo'qmi? O'zingizni qiynab nima qilasiz? Nimamush? Testosteron gormoni ko'tarilib, erkaklar ishini ko'rdim demasmish. Har bir oilani o'zining imkoniyat darajasi, moddiyati, sharoiti bor. Menda esa bu narsa qiziqish. Men shu narsalardan rohatlanaman. Bu yog'iga qanaqa ozuchka qilishimni bilmadim. Nima desam, va sizlarga ham manfaatli bo'lsin deb o'ylachaman. Keyin Like bosing va obuna bo'lib qo'ying. Bo'ldi? o'rtasidan. Oxirida, shu oxirida emasmi? Yo'q. Hashtag qildim. Hashtagdan keyin like qildim. Yaxshilab like qildim. Bo'lmadi, yana like qildim. Lekin oxirida shunaqa deyorsiz bo'ladi. Videoga like bosing va sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Bo'ldi? Mana do'si, ana postlisi. Yoqqan bo'lsa like bosing. Obuna bo'ling.